Ro'zay bilan Ro'zanda maynaga xalqlarni xizmatini qilgan otalaringga ming rahmat sizlarni shunchalik tarbiya qilib, shunchalik yerga qo'yib qo'ygan otalaringga, onalaringga ming qadrdonlar tozasi. Yaqdan kelib shu yerda tug'ilgan ekan. Hop, 33 kunlik gumoni bor ekan. Hozir realni 10 ta suti bor ekan. Bo'ylari 35 atrofida 40 millionga sotilibdi. 10 litr sutga 40 millionga sotilsa, agar qochgan bo'lsa, shu 33 kunlik bo'g'az. Ha, u 40 millionga sotilibdi. Ko'rsamasini zo'r narsa ekan. Nech pulga? 40 million. Nechalik ekan? Yo, bir oylik gumon ekan, ammo qaytarilmadi dedi egasi. Yaxshi, barakasini bersin. Assalomu alaykum, Tanada rasmiy kanalining obunachilari. Uzoq yaqindan biz kuzatib borayotgan akalar, ukalar, qadrdonlar. Biz Andijon viloyati Oldonbek chorva bozoridamiz. Cho'ja chorva bozoridamiz. Ba'zida ma'lumotlarni noto'g'ri berib beryapman. Xullas, to'g'ri tushunasizlar. Sana kuniga 24-fevral 2026-yil hafta kuniga seshanba. Kim qayerdan ko'ryapti yozinglar akalar. Kim qayerdan ko'ryapti yozasizlar, like bosasizlar, kommentariyga fikrlarini bildirasizlar. Mana shu o'najinda, nima sigir. Yaxshi ena bolasidan, o'najindan hammasidan ko'rsatib beraman. 8 litr realni suti bor ekan shunda. Mana uni qarang, mana uni qarang, mashalloh. Mana uni sotilibdimi? Bildingizmi? Turuvdi qarang, turuvdi. Bu toza chorni pyostara. Adashmasam bo'g'oz. Bo'g'oz ekanmi? Oldilar sizlarga. Nima bo'ldi? Narxini bilasizlarmi? Ha? Bilmanlaring narxini ham. Narxini ham bilishmayapti. Bo'g'ozga ana. Qancha? 30 da? 40 da ham yo'ring, 50 da atrofida yo'ring. 30 ga bo'zocha beryapti hozir. Yana bilmadim. Agar shu molni bilganlar kommentariyga narxini yozib qo'yasizlar. Ketdik. 2 oylik bo'ladigan bo'lsa ham 45 million indamay oladi. Ashtaqa. bozor dedi o'tamiz. Ha. Mana egasi ham keldi. Nech pul kami bor? 55. Ana. 50 bozor qancha so'radi? 8 oydan o'tgan. Ikkinchisigami? Ha, bitta tuqqan. Bitta tuqqan, ikkinchisiga 8 oydan o'tgan ekan. Zo'r narsa ekan. Nech pul qildi bozor? Yo'q, hozir keldi aka. Navoz bozor dedi. Jazman hech kim so'ragan yo'qmi? Zo'r narsa ekan, ha? Zo'r narsa ekan. Bu ham bor ekan, akalar, bu ham zo'r ekan. Nomeringiz nechi nomeringiz? 93 631 48 98. Bozoringizni bersin. Tirikchilar sizga. Qayerda bu adres? Asakada. Gelinlarini qarang. Hop, akalar mana sigirni qarang. Ena bola, bolasi gibrid ekan. Ye. Tuzumlar, assalomu alaykum. Egasiga qaramasdan molga qarab kelaveribmiz. Elarni qarang, buni jonivor. Nechinchi bolasi ekan bu? 3-chi bolasi. Bolasi g'onajimi, novosmi? G'onaji. Yaxshi simentalga qo'yilgan ekan, ha? Yaxshi novoz qo'yilgan ekan. Kelar shunaqa bo'ladi. Suti ham bordir, normalni. 20 litr. Bunaqa suti tarinladi, dimlangan, yo'q boshqa emas, xoli. Nech pul kami bor? O, shoh qonab ketdi. Nech pul kami bor? Bozor qancha so'radi bozor? 47 million. Yebichlari joyda. Zo'ra, barakasini bersin. 47 million. Akalar, yebichlari joyida. 47 millionga berishmayapti. Barakasini bersin. Mana holatni ko'rsatib bo'lmaydi-da bizga. Kalla bitta shoqini ko'rsatib qo'ying, ikki shoq ham shunaqa. Ha. Nomer yo'qmi? Ayting. 90lik 160 88 99 bozoringiz bersin. Rahmat. Akalar, nima desa bo'larkan, bozor sezilib qopti, yoshil ko'paygani. Zo'r sigirlar chiqmadi bozorga. Endi qisqaroq qilib nima qilib ko'raman-da, endi ko'chadan yatdan batdan. 42 milyondan aytyapman, cho'q qo'yimsiz, olaganlarga savdo qilishimiz kerak. So'rab ko'ravering. Bolasi nima buni vaqtda aka? Yaxshi, 42 million kam bor. Hop, o'rtada ham mana bolasi nima mana uni bola? Novvoschami? Mana qarang. Ro'zg'or bo'lib yaxshi mollar ekan.
Bozor so'radim, bozor. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Mana ham sizlardanmi shu yetam? G'unajimi bo'lasi? G'unajimi? Ha. Olib qo'ymaysiz. Yo, men nima ekan debman. O'shani deb bilib bo'lmaydi-da, hozir. Hozir olam 1 minut. Nima bo'ldi? Nima deyapsizlar buni? Era bola 46 boq aytyapsiz. Ko'rinmaysiz, qalaysiz? 10 litr ustiga mana shu holatda 10 litrga beraverar ekan. 46 million kam bormi? Bozor qancha qildi? Qani bolasi? Yo, novvosmi? Manumi? Ha. Arqasi pasagadan avvasingiz. Toza mashetski jaydar ekan. Toza mashetski jaydar. Yaxshi. 46 ga berishmabdi shuni. O'zini qancha qilishdi? O'zini 24 qilishdi. Bo'g'ozmi, qisirmi? Bo'g'oz 1 oydan o'tib qo'ygan. 1 oydan o'tib qolgan bo'g'oz. Qochgan bo'lsa, Xudo xolasa qochgan bo'lsa 1 oydan o'tib qoldi. nechta suti bor? 10 ta atrofida bor. 10 taga beraveradi. Nomer nechi? Birinchi bolasi ekan, qonida 2 ekani. 91lik, ha. 328 98. 98. 91 328 98. Shunaqa telefon qilaverasizlar akalar. Qiziqqanlar, realniy. Vaqt akamiki, manzil 6 ariqda. Ma'lumotni ko'rsatib qo'yib olasiz nima buni aka? Ovoz bu. Shved. Bola ovoz. Ro'zg'or bor. Ha. Tirikchilik. 12 ta yo'q. Dehqonmisiz? Qayerdansiz? Marhamat. Marhamat, Andijon marhamat. 12 ta. Ha. Bir 8 ta bersa ham aka, 8 tadan berganda ham 240 litr bo'ladi. 37. Kami bormi? Bozor. Bermadingizmi? Ama zo'r narx bo'lgan ekan lekin. 37 millionga zo'r narx bo'lgan ekan. Nima deysizlar akalar? Nomer berasizmi? Ayting. 95 818 818 1282 bozoringiz bersin. Nechinchi bo'lasi bu? ikkinchisi. Ikkinchisi. Bola 2. Atishlari katta ekan, ha? Yaxshi, bozoringiz bersin. Salomat bo'ling. To'g'risini aytganda mana shu mol sal ro'zg'or bor, shved baroda. Bolasi g'unajimi, novvosmi? Nima ekan? Chimyonmi? Yo. Aga nima g'unajimi bolasi? Ha? G'unaji. Nech pul kam bor deyapsiz? 45 ikkinchi bolasimi? Uchinchisimi? Baraka toping, gap yo'q. Nechta suti bor ekan buni? Hali sog'ilgan yo'q, jazma. Tirikchilik. Bundan oldin nechta bergan? Bundan oldin bolasida? 15 tacha soqqan. 15 litrga sog'ilgan ekan, akalar shu. Bozor qancha so'radi bozor? 35 so'rayapti. 35 million. Yaxshi. Bermasa 35 ga. Tepmaydi. Nomer berasizmi? Sotaveramiz. Bozoringiz bersin, gap yo'q. Mana bittasi akalar. Shvedlar juda chiroyli, yaxshi sigir bo'ladi-da bular. Nima desa bo'ladi? Qaymog'i ko'p bo'ladi ularda. Shohjahon. Xullas, akalar yaxshi mol ekan. Bolasi qo'naji, necha 3-chi bolasi? Ha? 3-chi bolasi? Tirikchilik, ha? Nechta suti bor ekan? Yuvoshligi zo'rmi? Qayerda moli? Shahrxon Kannaychidan. Necha pul kami bor? 45 million kam bor. Bozor qancha qildi? Bozor 37. 37 millionga berishmabdi. Yaxshi. Barakasini bersin. Nomer berasizmi? Emdiring, ichaymisan. Ayting. 90lik 623 Aha. 1081. Rahmat. 1081. Rahmat. Mana uni qarang, yana qarang. Birdan bir shunaqa shved pulinginlar, zo'rlari bor ekan. Bu nech pul ekan aka bu? 40 million deyapmiz aka. 40 kami bor. Bolasi g'unajimi, novvosmi? Bolasi bunachi. Yerini qarang. O'ta jirli bo'ladi-da, bular qaymog'i zo'r, qatiq shirin bo'ladi-da bularni. Ikkisini qaymoq beraveradi. Ikkisini qaymog'i necha litr sut beradi? 15 ta sutga beraveradi. 15 ta sutga. Necha pul kami bor? Bozor qancha qildi? Bozor 37-38 qilyapti. 37 million, 38 million. 37 bo'lsa ozgina bilan yuradimi? Yo'q. Yurmaydimi? Ha, ko'pmi? 40 deyapsiz ekan, 37 million qildi. Yevichlari yaxshi, sog'ligi zo'r. Tushovi yo'q. Bular kamdan kam tepadigan bo'ladi, hammasi ham tepadi. Bunisi nechi pul bunisi aka? Nech bolasi nima buni? Novvos.
Zo'r. O'zi bu bozor shvedlar makoni bo'lib qolibdi, boru. Ha, to'g'rimi? Nomer berasizmi? Tavakkal. Yozib olavering. Ayting. 97lik. 97lik 100 ha. 0121. 0121. Rahmat, bozoringizni bersin aka, barakasini bersin. Agar telefon qilaverasizlar, hech o'ylanmasdan. Ashmol sotildimi? Yo'q, mana. Ha, tep. Ketdi, tuyani orqasidan chiqib qolamiz ko'chaga qarab. Tepinglar. Sol bolalar. Hamma joy bo'shyapti bittada. Bilmayman ha, nima bo'ldi? Ochi. Munajillar qani. Munajillarda ham zo'rlari bor-da qani. Qancha? 12 million? Tepadi, 12 million 600. So'ygani zo'r bo'lsa kerak. Tuya go'shtini yeganlar bormi? Kommentariyaga yozinglar akalar. 12 million 600 ming bo'libdi. Mana 12 million 600 ming bo'libdi, ha? Ha, g'unajinlar. Qani aka necha pul bu g'unajingiz? 15 million kam. Bozor qancha qildi? 12 yarim. Bu qancha qilishdi buni? Aka necha pul deyapsiz buni? 23 million. Bozor qancha qildi? 19 yarim million. Bu bilan buni bu qanaqa paroda? Shvedmi? Germanskimi? Bu Qirg'iziston. Qirg'iziston paroda. Bu ham Qirg'izistonmi? Bu ne? Savayskimi? Yaxshi. Nomer berasizmi? Bozoringizni bersin. Bitta orqalarini ko'rsataylik, 19 millionlikda. Yaxshi, yelinlari ham zo'r ekan. Savayski. Bu sotildimi? Qancha bo'ldi? Sotilgan, endi sotamiz. Necha pul kam bor? 16 Bozor qancha so'radi aka? Bozor qancha so'radi? 14 million qancha ham? Yaxshi, rahmat. Bozorlaying bersin, gap bo'lishi mumkin emas. Ikkovi necha pul aka ikkovi? Necha pul ikkalasi? 28 million kam bor ekan akalar. 14 dan. Bozor so'radimi? Ha, rahmat. 9 millionga? 9 millionga bu sotilibdi akalar. Rahmat, bozorlaying bersin. Mana g'unajinda qaranglar, g'unajin. Necha pul deyapsiz aka? 14 kam. Sog' bo'l. Sotildimi bu hozir 1 minut? Qancha sotilmi? Ya ana. 14 kami bor, bozor qancha qildi? 11 million 500 ming. Berasizmi o'shanga? Tirikchiliga? Qayerda moli? Chinobod. Yaxshi. Nomeringiz nechi nomeringiz? 50 ha? Ha? 700 0902. Rahmat. Tirikchiliga? Masha insondik akalar. Yana bormi? Simidan. Kam bo'lmay. Uyga ham olib berishlar, dastlabkilar kelishiladi. Gazlar chiqmoqda. Ha, jinda bilan yuradi. Bozoringizni bersin. Mental bor. Aka, assalomu alaykum. Hozir ko'rsataman. Qancha bo'ldi bu? Qaysi biri? Narigisi. Yaxshi. Yo, tog'a. Bexijolat. Bu bozordan kela sutemgi buzoqlar ham chiqadi-da. Hech bir dars ulardi. O'zimiz Messi g'unajillar, Madayin O'zbekiston. Messi 12 dan kam bor, bozor qancha qildi? 16. Qancha? 10 million 600 dan. Akalar 10 million 600 mingdan. Men nazarimda bersiz bo'laveradigan narx bo'lib to'g'mi? Tirikchiliga foyda qolmayapti ekanda, foyda qolsa berasiz. Dumalasa sotadi, to'ppa to'g'ri. Shu bir hafta sizdan olaveradi. Baraka toping. Nomeringiz nechi nomeringiz? 91lik. 601 601 79 29. 79 29 bozoringizni bersin. Rahmat. G'unajimmi? G'unajimmi deyman ha? Nech pul o'lyapti ekan savdosi? 7,5 beryapti. 7,5 millionga berishmayapti ekan. Mana sutemgi akalar. Rahmat. Mana qancha bo'ldi keyin kelasiz? Novvosmi g'unajimmi bular? Ikkovi ham novvos ekan. Bu gibridmi deyman ha? Ha? Sizkimi?
Nech pul bu polvon? 15 milliondan kam. 15 dan kami bormi? Bozor qancha qildi? Balanti. Qaysi birini 13? Ha, ikkovini 13 dan 26 millionga bermoqdi. Bu gibrit ekan, ha? Ha. Yaxshi. Nomer berasizmi? 88 958 20 bozorni bersin. Qiziqqanlar telefon qilaverasizlar. Gibrit degani o'sha chatishgan degani-da endi. Nima deydi? Yana bitta nimada mitis degani bo'ladi. Yana bitta tilda. Qancha qilishdi buni? Aka? 98. Bunisi-chi? 88. Novoz qo'nadi. Ikkovi ham novoz. Yaxshi. Bora ber. Sutingizchi aka? 500 ming. Hech jonivor. Ular shunaqa akalar, novoz. Mana qo'najinlar. Adashmasam qo'najin. Aka nech pul qilishdi buni? Endi olib keldingizmi? Nech pul kami bor? 10 million kami bor, baraka toping. Bozor so'ramabdi. Bu savdo bo'ladi qo'naji. Aka nech pul qilishdi? Bu yoq 8 million 200 ming beryapti. 8 million 200 ming sutemga. Bering. 8 million 200 ming akalar sutemga. Borasiz molga qo'shib borasiz. Ular shunaqa gaplar. Nech bo'ldi bu qo'naji aka? Qo'naji. Bilmadingda bu qancha bo'ldi navosda? Aka chupa qancha bo'ldi chupa? Qancha bo'ldi? Qancha? 30 million. 30 million 15 milliondan ha? Qo'najimi egalasi? Qo'naji. Novoz debman men ham. Buni bilmadingda buni, mana buni bilmadik shu yerda. Hech puldan bo'ldi. Kimyonuz. Qancha ketdi bu? Tornado rasmiy kanal aka. Nech bo'ldiki bu bilmadingda narxini. Filni 89'ga 10 million. zo'r. Buchi bu? 10 million 200, oldiga 8 million 900 ming. Ular shunaqa akalar. Qancha bo'ldi? 22 million 500 ming. Qancha bo'ldi qo'shqanlar? 53 5 million 350 mingdan. Xullas, qadrdonlar, akalar, ukalar shunaqa gaplar. Kim qayerdan ko'radi yozasizlar. Nech bo'ldi yana bola? 7,5 million. Marhamat. Qancha bo'ldi ekan qo'chqor? Qancha bo'ldi? 4 ga oldik. Zo'r arzon, 4 million 600 ming. 4 million 600 ming akana. Tog'a yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Ro'zalar bilan. Ro'zay bilan Ro'zanda maynaga xalqlarni xizmatini qilgan otalaringga ming rahmat sizlarni shunchalik tarbiya qilib, shunchalik yerga qo'yib qo'ygan otalaringga, onalaringga ming. Hech puldan bo'ldi qo'ylar. Qo'yga ish qilyapsiz. Qo'yish qilyapsizmi? O'rtaqmisizlar sizlar? Yo'q, aytib keldim. Kimsiz? Aka ukamisizlar? Radnoymi? Ha, radnoy. Ha, barakasini bersin. Ha, salomat bo'linglar, tinch bo'linglar. Bu videoda xudo xolasa 2036-yilda ham ko'rasizlar. Olib keldimda bir tomosha. Ha, bu video turaveradi, o'chib ketmaydi. Silkasini saqlab qo'ysalaring bo'ldi. Ya bugun ham ko'rasiz. 10 yil, 20 yil turaveradi bu video. Rahmat. Salomat bo'ling, yaxshi kunda uchrashaylik. Omon bo'ling. Rahmat, tog'a omon bo'ling. Xo'p. Tog'a qo'y boqar ekanda qo'yga ish qilib olsa ekan. Bozorga kira olmasdan Hozir oyda nechidan beri aytyapti, obar deb. Olib keldimda hozir endi Hop, ko'rsatib ichkariga kiraman dedi. Nima ayta turavering dedi. rahmat. Ishlarga bering. Tornado trafikasidan oldingizmi? Oldim, zo'r ishlar. Yaxshilar ekanmi? Baraka toping. Qo'yga olibsiz-da, qo'yga. Qo'ygada. Ha, tavsiya qilasizmi? Nech pulga oluvdingiz? 2 million 300 mingga uyga kelib o'rnatib ishlatib berdi. Ha, baraka toping. Ancha birar oy bo'ldimi? Ha, ancha bo'ldi, 3 oy, 4 oy bo'ldi. Hozir 2 millionga tushdi o'shalar. Kecha Mayli, nasib. yo'l kirasi bilan ishda. Ha, bo'laveradi. 2 millionga olib kelsak. Ha, bo'ldi. Salomat bo'linglar. Xo'p. Xo'p, qadrdonlar, akalar, ukalar, xato va kamchiliklar uchun so'raymiz. Qaddingiz va qadringiz baland